Kreditlerde mecbur ançekete beryapti, faizi, neçe var? 33 milyon so'mgacha kredit beramiz. Mahallada hokim yordamchisi elektron mahallada hokim yordamchisi bor. Har bitta mahallada hokim yordamchisi tomonidan arzonga o'rganib chiqadi. Tavsiya beradigan bo'lsa, Xalq banki elektron shaklda keladi. Bu Xalq banki xodimlari yoki bo'lmasa siz bir-birlaringizni ko'rmaysiz. Hammasi elektron shaklda imzolanadi. Sizni qilayotgan ishlaringiz agar o'sha boshlamoqchi bo'lgan biznesingiz hokim yordamchisi tomonidan imzolab tasdiqlangan taqdirda Xalq bankining o'sha onlayn platformasiga keladi, shakllanadi va bank tomonidan onlayn imzolanadi. Mahsulot joyiga yetib borgandan so'ng yana hokim yordamchisi monitoring qiladi. Monitoring natijalariga asosan siz agar haqiqatdan o'sha ishlab chiqarish uskunasi yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatish yo'nalishlariga olingan uskunalaringizni olib kelgan taqdiringizda sizga kredit shakllantirib beriladi. Ya'ni 18 oydan 7 yil muddatgacha. 7 yil muddatgacha. Marhamat, foydalansangiz bo'ladi. Buni hech qanaqangi masala joyi yo'q. Hokim yordamchisi unga bank xodimlarini o'rganish talab etilmaydi.